ismi? Bola. Qancha yoshda bor bo'lsa? Shunga yechib ko'p obdan chiqarganmiz shunday. Rahmat shu deganlarga chiqib, xiyol qilmaylik Arabistonda, Arabiston siyosatida, Amerika siyosatida, Yevropa uchun shu yerda qattiq yo'g'on O'zbekiston ana bas qildi. Nega akaga ag'in baldan tatqin. To'yib, Qo'limizni tatqin. Bayrog'imiz bilan qo'shib. Bir ikki yil gapib beray. Gollandiyadan umrga kelgan bizning umidlarimiz, millatimizning istiqbollari umidlari Baxtiyor İlyas Ajim va Ubul Qosim Ajim o'zlari texi endi texi yosh vaqtning beshida texi, ammo mashallah tabarakallah millatning orzusi, umidi bo'lib qiliqliq. Bunda yoshlarimiz agar chiqib 5-10 yil ichida mush ahvol kelgan bo'lsa, Xitoy qo'qsin. Xitoy cho'chsin. Zaten cho'chuklik. Shuning uchun bir Uyg'ur bosh bolasiniki chet elga chiqib ketishidan qo'rqib o'tirlik. Agar bular chiqib ketib 3-5 yildan ichida bu bolalar Germaniyada, Amerikada, Gollandiyada, Arabistonda bo'lgan bo'lsa, bu vatan bizning qo'limizdan ketadi. Xo'jinta uxlayolmaylik. Ammo Alloh agar iroda qilgan bo'lsa, xo'jinta uxlasimi? Inshaalloh bolalar bir amal qilib chiqadi va bu kunlar inshaalloh taqdirimiz o'zgaradi. Fikrlarim aldirashlikda tasodifan bo'lgan bir ko'rishib qilib, dasturxonni bir obdan qilamidik. Yo'q, sizga inshaalloh ilmlar maqsad ish emas, Xudo vatanimiz ozod bo'lgan vaqtida bizni o'lsak sizlar yeysizlar, sizlar bilan biz o'lsak avlodlarimiz yeydi. Ammo hozir ham vatan millat uchun ishga qiz o'ltirib mana bir gap qilishaylik inshaalloh. O'ylanmay turib tuyuqsiz qilgan gaplarda tartib bo'lmaydi. O'ylanib turib gap qilganga biz notiq insonlar emas, siyosiy bir insonlar emas, har zaman bu ichida emas. Udul gap qilgan ishga qiz vatan millat uchun, Xudo uchun, din uchun, dunyo uchun gap qilib qo'yamiz. Ba'zilar yaraydi, ba'zilar yaramaydi. Shu yozganlarimizmi shu? Har eg'izdan chiqqan gapning har biri qimmatli bo'lishi har bir inson uchun shart emas. 10 qatim gap qildi, 9ning qimmati yo'q, bir qatimning birisini qimmati bo'lib qolsa, shumi bo'ladi. Shuni mi qilmaydi g'alaba? Ilon fikrim ilonlar. Qilsam. Afiyat olsun ilonlarni. Men qarayman, bir o'yinlarni tatib qo'ygan. Ma'qul. Ko'p xush bo'ldim sizlarga. Sizga ham xush bo'ldik. YouTube'ga chiqqan. Alhamdulillah. Chiqqan gap so'zlaringizdan masalan Yevropada yashayotgan hatta Yevropada o'zi yashab etib turib, endi bu da'voga aralashmaydigan ba'zan odamlarni uyg'otish nim bo'ldi-da, muyassar bo'ldi bu gapimiz. Shunda ofirin dedik. Gollandiyada turib chiq yosh bolalarni degan xatlarni yozib ketdi, uni Facebookga chiqargan to'g'ri. Shundan qanday Mishak aytdim biz umrga ziyorat kelgandik, bir ko'rishib ketaylik bu hakkimiz bilan deb bizda ko'p rahmat. Muyassar bo'ldik. Sizga rahmat hamda. Alhamdulillah. Arabistonda giya o'nmaydi ekan deydigan bir gaplar bor vatanda. U kunlar o'tib ketdi, zamonda shunday bo'lsa kerak, suv yo'q, issiq. Hozir hamda mana Arabistondan janub tarafidagi Yaman bilan Arabistondan chegarasidagi jutdan chiqqan mana. Mening uyim ana anjur. Turkcha bu anjurni yediveren deydi. Yediveren deganda 7 qatim musul berilgan degan bo'ladi. Birisi tushsa, birisi chiqib. O'zimizning beg'imizda anjur yeyotimiz. Vatanda qishning kuni qattiq sovuq kunlarda anjur yeymiz. Ilon ko'rib ilon. Gollandiyada içiladigan Uyg'ur dunyo futbol musobaqasiga bu balla meni va seni o'g'lim Abduxoliq Uyg'ur da'vat qilibdi. Sen o'zing bir topchi. Inshaalloh berib, qatnashib, ko'rib kelgin Arabistondan Uyg'urlar vakolatan borgan bo'lasan. Makkaga Arabiston Uyg'urlarga vakolatan da. Bu Rishad Beg. İkinci o'g'lim. Bunun bir ismi var, Lutfullah Mutallib. Resmi ismi Rishad Beg hamda. Bu o'g'lim çoğu zaten ismi Abduxoliq Uyg'ur. İsim bir insanın zinneti. Chiroyli bir isim qo'ysanglar bolalaringlarga. Qizingning ismi nima, o'g'lingning ismi nima desa, mundaq degan zaman
Kömüsünü, ismini qarab turib bir baho beradi. Shuning uchun ismni imkon qadar bolalaringlarga chiroyli qo'yinglar. Agar chiroyli qo'yish kuchinglar yetmasa, ism qo'yishni bilmaysizlar. O chaqda bildiganlardan so'ranglar. Masalan, men cho'ng qizimga Sahargul deb qo'ydim. Sahargul vatanda hech yo'q ism. Ama Uyg'urcha ism. Sahar vaqti tug'ildi, sahar vaqti tug'ilgan bir Uyg'urning qizi, Uyg'urning guli, Sahargul. Üçüncü qizimcha Vijdongul. Çünkü bizga vijdon kerak. Iymon bizda bor. Uning ustiga vijdon kerak. Vijdon bilan iymon qo'shilganda bu Uyg'ur qandoq bo'ladi desa, sizga o'xshash bo'ladi. Hem iymonliq, hem vijdonli Uyg'ur bolalari sizga o'xshash bo'ladi. Uning uchun o'g'illarga vijdon, qizlarga vijdongul qo'yish kerak. Bo'ladi. O'ttiranchi qizimga bizning urug' tuqqanlarimizning ichida bizning xonimning, yangamlarning va mening urug' tuqqanlarimning ichida Oyshamxon degan ism bakchiq. Shuningga bir xotir bo'lsin uchun Oyshagul qo'ydi. İnşallah baldırlarga obdan ism qo'yinglar. Shunda olgan odam mashallah desin. Hollandiyada bir Uyg'ur xonim 3 bolasini Uyg'urcha o'rgatib, Qur'on o'qitib, Uyg'urcha gap qildirib bir videoga chiqadi. Bak xo'sh bo'ldik, chunki chatda haqning vujudida tilimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Menimki 4 bolam hozir Urumchidan, Qashqardan chiqqandek Uyg'urcha obdan gap qiladi. Kichiki endi boshlab o'rganyotdi. Ma ikki o'g'lim, yana bir qizim Uyg'urchani Uyg'ur latin yoziqini va Uyg'ur arab yoziqini o'qiydi, yozadi. O'zini o'rgandi. Bolalarga er-xotin bolalarga o'zinglar aranglar uyda tamamen Uyg'urcha gap qilsanglar. To'g'ri. Bola anglab va quloq pishib qoladi ekan. İlan okuyalım ilana. Eyvallah. Ben de bir terik nene vardı sizlerge tükep kaptı bir nayet aldım. Terik neneye. Onun için de yaxşı olmuş. Şu an bir maksat Hollandiya'ya inşallah 7. ayının 20'si buludu bu musabqa. İnşallah. Şunu bir devletin kısa ballarımız gelse, kurduğumuz yesi vaktimiz bol sözümüz mutlaka. İnşallah. Kurduğumuz tüyüye geldi. Uygur anısı olan Rabia anımız kelirdi. Öz yaşadı buludu. Dünya bir kuruldu edildi. Vekiller kelirdi bir yerde. Ama çoğun kelamda bir faaliyet oldu. Bu birincisi bu milletni, vatan davasını, milletni tonutuş bütün dünyaya. Vatan davasını kılış. İkincisi bu bütün Uygurlar kelgenden keyin bir tonuşup, dost bulup. Aşınçılık bir ne qilmoq istayman. Ko'p yaxshi. Ana Uyg'ur. Endi sizlar yosh bo'lgandan keyin, kichik bo'lgandan keyin Rabia ana deysizlar. Bu to'g'ri. Endi mening yeshimda bor. Ana Uyg'urning yeshidagi insonlar bor. Bular Rabia ana desa, o'zlariga yosh tang o'g'ashqa desa ajoyib gap qoladi. Undaqlar ana Uyg'ur deyish kerak. Uyg'ur millatining onasi. Uyg'ur millatining 100 yoshga kirganimi, yangi tug'ilganimi bir millatning bir fardi. Ana millatning her bir fardining ustida. Shuning uchun umumiy qilib ana Uyg'ur deyishimiz kerak. 80 yoshga kirgan bir Uyg'urmi Rabia ana degisi kelmasa, ana Uyg'ur deyish kerak. Ana Uyg'ur deganlik, ya'ni bu umumiy bir o'lcham bo'ladi. Men desam anda bo'larkan, demasam anda bo'larkan. Yosh bolalar ana Rabia ana davringlar. Ana Uyg'ur desanglar bu umumiy bir ad bo'lib qolsin. Kelajakda inshaalloh ajdodlarimiz, avlodlarimiz ana Uyg'ur. Haqiqatan bir millatning onasi. Ba'zilarda mening onam bor. Ve seni tuqqan anan demedik, seni tuqqan anandan 15 milyon çoğun bu ana. Çünkü seni tuqqan anan 5 balının anası, 3 balının anası, hazır bir balının anası. Ana Uygur 15 milyon milletinin anası. Bir milletinin takdirini yaratıp atıdı. Yaratkan diyen tuqqan diyen buludu. Meyle itiraf kılın, meyle kılmıkın, meyle nemi desen degen, ana Uygur çıkkandan beri, 5-6 yıl mabeyinde, Uygur milletinin dünyadaki davasının ilgirilişi, insanlığı çöçütüdüğün, bulup mu Xitayını çöçütüdüğün, bizlerini hoş kıldığın tezlikler meni ötürüm. Bu süratte mağdurgan olsa, inşallah milletin takdiri yakınki 5-10 yıl içinde bu harlıktır özgürdür. Bek harkında kullarım deriz. Bek harkında. Bu insanın aklı anmaydıgan bir harlıkta biz. Sizler yakını çıktılar, sizler mi bildinler? Sizler eğer vatini bolsa, hakimiyeti bolsa, bayrağı bolsa, vatanı taşlaptan çıktıgan yaşta emezsizler. Bu bizler hem şu, sizler şu. Ama yok. Şu vatanga sığmayıvatımız.
Sıqqanlar küçük insanlar. Sıqqanlar küçük insanlar. Biz şu kan vatanımızga sığmagan insanlar. Ama milletten çaresi yok. Ama özlerine rahat koyganlar, vatanımga sığıvatman ko deganlar, özleri küçük insanlar. Bizler sığmaganlar, bizler yoğun insanlar. Çünkü vatanga sığmayvatımız. Xitoyning nazarida bu vatan bizga tal kelyapti. Eyvallah, iloh qilib, men shunday to'liq gap qiladigan axloqim bor menga. Sizning bu gaplarni Gaplarni izlab keldik o'sha. Rahmat.